Vizualizatsiya ishlamaydimi? Affirmatsiya ishlamaydimi? Vizualizatsiya ishlaydi, affirmatsiyalar ishlaydi. Qachonki sizni ichingizda qalbingiz toza bo'lsa, musor bo'lmasa, qabul qilmayotgan narsalaringiz ko'p bo'lsa, kimlarnidir muhokama qilsangiz, doim stressda yashasangiz, ishonch bo'lmasa, yaxshilikka, sevgiga, mehrga ishonch bo'lmasa, hech qaysi vizualizatsiya, hech qaysi affirmatsiya ishlamaydi. Ular qachonki ishlaydi, qalbi toza bo'lsa insonni. Har bir vaziyatda dars ko'rsa, har bir vaziyatga sevgi bilan qarasa, har bir vaziyatdan xulosa olsa, 100% vizualizatsiya ishlaydi. Inson ko'p narsalarni qabul qilishlikda tursa, uning hayotiga tez va oson orzular kirib keladi. Qiling vizualizatsiya. Eting affirmatsiyalarni. Ammo sal ichingizga qarab qo'ying. Ichimiz tozami, qalbimiz tozami? Mana bu yerda musor ko'p emasmi? Mana bu yerda musor ko'p emasmi? Mana shuni tozalaganingizdan keyin bizning xohishlarimiz amalga oshadi. Buning uchun har bir inson o'zini ustida ishlash kerak.